Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Car.edu orqali talabalarni korxona tomonidan baholashni o'rganamiz. Buning uchun Car.edu.uz platformasiga kirib olamiz. Kirish orqali va shu korxonada ishlayotgan har qanday odam bemalol qilishi mumkin. Biz buning uchun so'rovnoma bo'limiga kiramiz. Va so'rovnoma bo'limiga kirganimizda mana bu yerda qaysi universitetlar qanday baholanganligini ko'rishimiz mumkin. Birin-ketin barchasini ko'ramiz. Baholash uchun mana bu yerda qo'yibdi. Baholash mezonlari 1 ball qo'ysa juda past, 2 ball past baho, 3 qoniqarli baho, 4 yaxshi baho va 5 a'lo baho bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Mana biz Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiya universitetidan talabani baholaymiz. Korxona nomidan ko'rishingiz mumkin. Ko'ryapmizki, mana 5. Ko'rishingiz mumkinki, tasdiqlaysizmi tugmasi bor. Tasdiqlaganingizdan keyin buning bahosi baholanib ketadi. Jarayon shu orqali davom etadi. Mana bu yerda korxonaning bironta ishchi xodimi yoki korxonaga mas'ul xodim bemalol mana shu yerdan talabalarni baholasa bo'ladi.